bitta jiyanlarini olib borgan ekanlar. Yunusobodda dedilar, skrin qilib olgan edim. Голосовой qilib yozib olib qo'yaman dedim. Bizdan meni jiyanimni massajistga DTP dedi. Mana chanoqson bo'g'imi, mana diagnozimizni o'qib bering, DTP mi deyapti. DTP degani детский церебральный паралич. Nazar ketib, assalomu alaykum. Men ham defektologman. O'shanga hozir jiyanimni olib chiqdim-da o'zim. Bu DTP rosa og'ir bolasi deb shunaqa dedi. Keyin men asabiylashib ketdim-da. DTP boshqa narsa edi desam, yo'q, bu boshqa narsa, boshqachasi yengil deb shunaqa dedi. Asabiylashib muzlab ketdim-da. Harakati yaxshi, просто sal noto'g'ri o'tiryapti-da. O'tirolmayapti, valgus qilib v bo'ladi, o'shanaqa qilib o'tiryapti-da, oyog'ini v qilib. Mazam qochib qoldi. Ya'ni miya falaji degani. A diagnoz ortoped yozgan diagnozni o'qiyapman. DS bu diagnoz degani displaziya тазобедренного sustava, ya'ni chanoqson bo'g'imi displaziyasi, parafin, 10 kun massaj, elektroforez,